Boladagi qobiliyatni yo'q qiluvchi narsalar. Yuzga urish miyadagi 300-400 hujayrani o'ldiradi. Boshni silash esa miyada yangi hujayralarni paydo qiladi. Elektron o'yinlar ijtimoiy aqlni, lug'aviy ziyraklikni barbod qiladi. Haddan ortiq e'tibor qaratilgandan miyaga qon quyilishiga, miya hujayralarini barvaqt halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Yoshi ulg'ayganda esa unga mahorat va tajriba yetishmaydi. Onani farzand oldida haqorat qilish bolani qo'rqoq, tortinchoq qilib qo'yadi. Sog'lom fikrlashdan to'xtatadi. Chunki so'nggi tadqiqotlarga ko'ra bola qobiliyatni onasidan oladi. Bola bilan suhbat qurish eshigining yopiqligi noto'g'ridir. Buning natijasida undagi so'z boyligi va ijtimoiy zehn yo'qolib boradi. Bolaning gapiga ahamiyat bermaslik, uni jim turishga buyurish, ba'zi hollarda uni qattiq inkor qilish yaxshilikka olib kelmaydi. Suv ichishni kamaytirish. Miyaning 85% suvdan iborat. Har 45 daqiqada bir stakan kichik shisha idishda suv ichish zarur. Agar ichmasa, tana g'ayri-ixtiyoriy harakatlar, yo'tal, aksa urish, stolni qimirlatish, stolni surish kabi harakatlarni qila boshlaydi. Bolada noqulaylik ko'rinadi. Nonushta qilmaslik ham yaxshi emas. Aniqlanishicha, nonushta qilmaydigan kishilarda qondagi shakar miqdori pasayib ketadi. Bu esa miya hujayralariga yetarlicha ozuqa yetib bormasligini keltirib chiqaradi va hujayralarning parchalanishiga sabab bo'ladi. Fast foodlardan esa ehtiyot bo'lamiz. Bolani dastlabki bosqichda xatini kichik yozishga majburlash ham yaxshi emas. Katta yozuv o'ziga ishonchlilik va erkinlik belgisi hisoblanadi. Agar yozuv kichik bo'lsa, buning ma'nosi ana shu ikki sifat yo'qligidandir.